Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, shirinlar, yaxshimi? Bugun sizlar Mir 999 kanaldasizlar va Open Pack'ni boshladik. Vay. Qotib qolyapti. Tak. Nimaga endi pak ochayotganda qotadi-ya bu? Vay. Chelsea, Joe Pedro ha. Hozir bitta listni o'chiraman, chunki bo'lmayapti, qotyapti. Boshqatdan FK'ga kirish kerak menimcha. Tak, nimaga buncha qotyapti bu? Tak, qaranglar hozir 1 2 3. Ana endi FK'ga boshqatdan kiramiz. EA Sports tuziga ham 2027 va nihoyat Champions eventi ham keldi. O'rtoqlar, bugun shanba kuni Open Pack qilyapman, chunki men telefonim ustoda edi va ancha vaqt FC'ga kira olmadim, bir haftalar, lekin shunga qaramay undan avval receiver to'plashga uspet qilgandim. Hozir shularni ishlatyapman. Bakka uspet qilmadim, lekin kompensatsiyani EA Sports'dan menga o'xshab kutayotganlar qalban birgamiz. Vay, yurdi ochko. Sizi. Yaxshi, уже ikkita pul boy bormi? Ikkitami, uchta pul boy bor уже. Bitta o'ntalik bosib o'ramiz o'rtoqlar. Bitta o'ntalik, keyin yana 5 ta bittadan bosamiz, yana bitta o'ntalik, keyin yana 5 ta bittadan bosamiz. Keyin boshqa akkauntimda ham Open Pack qilaman. Qani let's go deb ochamiz. Va yo'q, emblema yaxshi yurmadi. Bu yaxshi emas EA Sports. Va CP 118 va 117. Pul shu videoda kamida 10 ta bo'ladi. Sanab kelsanglar ham bo'ladi. Ishonaveringlar gapimga. Keyingi safar lekin bu o'ntalikdan уже 121 ushamasak EA kut. Keyin obuna bo'lmaganlar. Mana yana bitta 117, normal. Yana bosaveramiz. Galatasaray. Galatasaraydan bizga asosiy hech kim kerak emas. Bizga hozir asosiy kerakli o'yinchi bu Peter Cech, Kobelni o'rniga va Deasleyni ham olamiz. Hali kelgani yo'q. Shartisiz уже yetadi menimcha. Odamlarni obmen qilsak. Endi 10 talikka tayyorlanamiz o'rtoqlar. Men 10 talik ochaman, sizlar obuna bo'lasizlar. Kelishdingmi? Agar 121 Chech tushsa, 10 talikdan dedim, bittalikdan emas. Ay. Tani. Chalabachada shu Chalaba ham. Hozir yana bittalik, keyin 10 talik. Endi 10 talik o'rtoqlar. Agar hozir 121 tushmasa, mayli, obuna bo'lmanglar, like bosmanglar. Agar 121 tushsa, like, podpiska bosish shart. Davay. Let's go. Qana ketdi. Bugun 121 Chexni ushashimiz kerak. Shu videoda ikkita 121 o'yinchini ko'rasizlar, full statlarni. Chexnikini bilmadim-ku. Mana oltin. Qani. Chexiya, darvozabon, Kumir va bu Peter Cech o'rtoqlar. Aytganimdek, endi obuna bo'linglar. Tushiraman dedimmi? Tushirdim, davay. Aytgancha, menda bu videoda o'zimga qo'ygan 3 ta shartim bu va sizlarga qo'ygan 3 ta shartim.
bu videoda men bitta 121 o'yinchi tushirishim kerak. Ya'ni bu уже bajarildi va fragmentga ham 121 o'yinchi olishim kerak. Buni hali bajaramiz va overimni 126 ga qaytarishim kerak. Sizlarning shartinglar esa kamida shu video tagida 50 ta like, 500 ta obunachidan o'tkazishinglar kerak va 1000 ta prosmotrdan ziyod. Prosmotr yig'ib berishinglar kerak. Bo'ldi. Endi odamlarni shartisiga обмен qilsa ham bo'ladi menimcha. Vtovoy birg'ini bosamiz va ding dang tang 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 qilib berib yuboramiz. Tak, endi mana Peter Chek qolsin, qolganini qilamiz bo'ldi. Tak, o'rtalar shu orada obuna bo'lib ketinglar, yana bir bor aytaman. Bakka o'rtalar nima deb o'ylaysizlar? Kompensatsiyani EA Sports qancha beradi? Chunki bunaqa bak endi tushamda-da. Chunki san'at o'ynaydigan o'rtoqlarimni sostavni ko'ryapman. 122 Kylian Mbappe borda. Men kayf qilib yuboryapman. U bolalarni omadi o'lgan lekin. Yana ochamiz. Va yo'q. Endi oxirgisi shundan walkout bo'l. Ladimi? Bo'ladi, menimcha bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Braziliya, CP, mana 118 yana. Hay normal endi Chexni Valatarga qo'ysak, full qutayliman. Trenirovkalari bilan birga. Birinchi mana ularning ikkalasini zaminadan o'chirib taylaylik-da. Endi Chexni qo'yaylik. Mana o'zi 126 overga chiqdik. 2 ta missiya bajarildi o'zi, o'rtoqlar. 2 ta missiya bajarildi, 3-chi missiya qoldi. Demak, sizlar ham kamida 2 ta missiyani bajarishinglar kerak. Qani go. Chex. Stop qilaylik, qo'tyapti. Mana o'rtoqlar, ikkinchi akkauntimga ham o'tib oldim va bu yerda jami 4 ta draft va 30 ming ta almaz bor va bularni o'zi ketkazamiz. Qani ketdi birinchi pak, bismillah deb bosamiz. Va trade beam, sotiladigan o'yinchi ekan. Va yana bosamiz. Tak, yana tushmadi. Endi Galatasaraydan bitta bosamiz. Endi Chelseadan bitta 10 talik bosaymi, bosaman. Qani bunga kim tushar ekan? Men pul tushishiga uncha ishonmayman. No pul to'shni tushadi. Buni hamma biladi. Va Ekvador, Sop, Chelsea, Caicedo va Chaloba, qolganlari inson zoti tanimaydiganlar. Va tushmadi va endi fragmentga обмен qilib ko'raylik, qancha fragment chiqar ekan. Va hozir bu запасной sostavim. Bir haftada bir almas kelganda kirib turaman bu sostavga. Mana-da, короче, shu sostav. Bu sostavni endi biz kuchaytirishga harakat qilishimiz kerak. Estevao kesaga Diego Simeoneni o'rniga olamiz. Chunki baribir 118 va buni full qilishni net smysl. Uzr, bajur gapiryapman va ketdi tani. Bakdan foydalanganlar bo'lsa, sizlarga havosim keladi. Va hozir bu yerda qanchadir chiqadi. Ekvador. O'rtoqlar, shu bilan fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar. 122 o'yinchiga fragment to'plagan yaxshimi yoki 122 futbol o'yinchini o'rniga
ikkita 121 olgan yaxshimi? Men chunki zashnik olgandan keyin fragment to'plamoqchiman-da, realni sabitchasigacha. Srazu 122 olganim yaxshimi yoki ikkita 121mi? Mana bu odamimizni sotib yuboramiz. Har holda trenirovka uchun pul bo'ladi bu ham. Va endi sastavga o'tamiz va ekvadorlik o'yinchimizni qo'yamiz, qo'yag'ini. Shu orada like va podpiska bosib keting, hali biz DSL'ni statistikalarni ko'ramiz. Ishoninglar, maslahat yuborasizlar o statistikalarni ko'rib. Endi bitta o'ng qanot futbolchisi yo'q ekan, hech bo'lmasa 119. Ko'raylik-da. Chunki o'zi sastavni 122 qilishimiz kerak va buning uchun eng asosiy muammo etani. Stoyimostimni idani. Hani teparoqqa ketamiz, yo'q. Yo'q ekan, afsuski. 119 hali kelmagan ekan RVda, chunki 119lar ham 6 tami keldi-da. Torreira, Chelseadan 3 ta, Galatasaraydan ham 3 ta. Va ko'p odamlar overni 124 ga ham chiqardi. Masalan, men bitta ukam mayda bola, lekin overni 121 dan 122 ga ko'tardi. Atiga 20 ta draft bor edi. Men Tani qaysi pozitsiyaga o'tsam bo'lar ekan? Ana shu yaxshi menimcha. Bu statistikalarni ko'ramiz. 117 qosina. Over oshmadi chotda. Bo'ldi. Endi uni olaylik, Tesla'ni. Ertaga o'sha Tesla'ni olamiz va statistikalarni sizlarga ko'rsataman. O'zbekistondagi bagdan foydalanmagan eng zo'r bezzanat akkauntni yasaymiz, xulosa. Mana bunga ham rang beramiz. 3 tami 4 ta. 123 ga chiqaramiz. Ha. Chunki 119 ham hozir normalda. Lekin 118 larga rang berishi foydasi yo'q. 118 larga maksimum 2 ta rang beringlar, maslahatim. Chunki hozir 119, avval 117 qanday tushgan bo'lsa, shunday tushadi. Endi let's go. Desleyni olamiz va nihoyat keldi u keldi, biz kutgan damlar. Qani, let's go. Ochko ancha qo'shildi. Fransiya sizni kumir va Chelsea'ni ikkinchi 121 futbolchisini oldim. Bana qo'yat. Ikkita playstyle ham kerakli. Yenot va Barret to'pini jang qilib oladi deganda, qarochi. Endi Yoshkoni joyiga qo'yamiz, chunki ancha o'yinchilarni fragmentga bergandim. Mana endi yana 126 ga chiqdik. Men 3 ta missiyani ham bajardim. Endi sizlar navbatinglar. 3 ta missiyani bajaringlar. Like, podpiska, prosmotrni bomba qilib tashlaylar. Qancha ko'p komment yozsanglar, shuncha ko'p YouTube boshqalarga ham videolarimni chiqaradi. O'rtada komment yo'q bo'lib qoldi 2-3 ta videolarimda. Va shunga qaramay
2 hafta video chiqarmadim. Shuncha sodiq obunachilarim atpis qilmasdan turdi. Rahmat. Mana endi ochko navikov beramiz buni va fiziskiy podgotovkaga zashitaga beramiz. Menimcha u pasga bersak kerak, chunki dribling kerak emas-da. Dribling himoyachiga kerak emas. Pasni kerak. Naves qilishga, masalan, qanotga pas berishga. Uglovoydan. Yaxshi, endi trenirovka beramiz. Keyin shu bilan videoni tugatamiz. Statistikalarni bitta ko'rsataman, bo'ldi. Lev Yashinning ham xudo xohlasa kartasi keladi FK27 da, ya'ni Ballon d'Or sezonida kelishi kutilmoqda. Chunki Yashin yagona oltin to'p olgan darvozabon hisoblanadi. Shuning uchun FC Mobile uni har oltin to'p sezonida qo'shadi. Va bu karta katta ehtimol bilan 122 over bo'ladi. Bo'ldi, endi Desleyning statistikalarini ko'ramiz. 187 skor, 131 udar, 171 pas, dribbling. Oy, oborona 227, 230 fiziskiy podgotovka. Shem ikkita playstyle ham защитникlarga mos. Men o'ynatib ham ko'rdim, o'rtoqlar, stopga qo'yib kayf qildim o'yinni ko'rib. Oxirigacha borarkan, yugurarkan, skor ya'ni hujumchilardan qolib ketmaydi. Olishni maslahat beraman. Chexni ham olishni maslahat beraman. Bu ham playstyle ham to'g'ri, statistikalari ham ajoyib. Va endi hozir davayt ikkita pakocha videoning oxirida. Galatasaraydan o'chamiz, chunki o'zi Desley tushsaga yig'lab o'raman. 27 ming fragment sarfladim. Qani gol. Birinchisi 5 ta dona ochko qo'shildi. Demak, qani ketdi bitta pul B. Yo'q, FC pul B bermaydi endi. Shu hafta ikkita 121 songa yetadi dedi-da, короче. Menga hali ham ular kelmabdi-ku. Kompensatsiyani endi kutib o'tiramiz. Chunki kompensatsiya esinglarda bo'lsa, Chempionlar Ligasida kompensatsiya bo'lganda bug uchun ikkita 117 berilgandi. Chunki u yo'qda 200 ta draft edi. Hozir хотя бы bitta 121 yoki 10 mingta shardis berishi kerak. Minimum. Questdan mana bu narsani olamiz. Nima ekan bilmadim. Ha, mana bu 600 ta almaz. Bo'ldi, bugungi Open Pack'da qiladigan hamma narsamizni qilib bo'ldik, o'rtoqlar. O'zinglarning fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar. Kimni olish kerak, kimni olish kerak emas. Sizlarga kim tushganini ham yozib ketinglar. Mana bu Indoneziya Legend degan bitta ligaga qo'shilib bo'ldim. Hozirda 126 overlar uchun eng katta открытый liga ekan ana shu. Men chunki 7 kun yo'qligimda ligamdan chiqarib yuborishgan, chunki liga turniriga chaqirishgan, kirmaganman va sibalsi. Tushuninglar degan umiddaman. Bo'ldi, ko'p gapirmayman, shu bilan videoni tugatamiz. O'zi bitta sostavni kirib ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi. Shu bilan videoni tugatamiz. Mana 126 overga chiqdik, fragmentga 121 oldik va draftdan ham 121 o'yinchi tushirdik. Va biz hamma missiyamizni bajardik. Endi sizlar ham missiyanglarni bajaringlar va mana 500 ta obunachiga chiqarish va ya'ni 11 ta dona podpisчик kerak bunga va 50 ta like. Ya'ni bir ko'rgan odamlarni 10% like bossa ham bo'laveradi deganda bu.
Mana druzyam ularni 2-3 tasida o'zi bor. Pappi 122 ni 27 qilgani. Hay biza baksiz ham hamma narsani qilishga qodirmiz deymiz u. Mana sostav finalni holatda. Endi bitta bizni oxirgi shu sezondagi nishonimiz 2-haftadagi yoki shu haftadagi Gabriel Jesusni almashtiramiz. Gabrieldan keyin Erling Haalandni yoki Makeleleni. Chunki Roberto va Best playstyle bo'lmasa ham hali ham o'zini zo'r ko'rsatyapti. Bo'ldi, endi sostavni to'g'riladik. Xayrli to'g'rilar. Video yoqgan bo'lsa like va podpiska bosing. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat hammanglarga va video tugadi. Hammaga xayr, keyingi videogacha ko'rishguncha.